Pochtada darsimizda qizlar mana xamirlar bilan ishlashyapti. Bugun mana bizlarning mantilarimiz qizlar o'zligi hammasi o'zligi tugishdi. Ko'rasizlarmi qizlar bir-biriga yoqishib qolmagan. Mana shunaqa qiyalatib suv ichsanglar bir-biriga hech ham yoqishmaydi. İyi qizlar buni yarim soatga dimlaymiz salafanga. Mana shunaqa qilib qisanglar va siz zo'r chiqadi. Tomatini ham ko'p qilib quyasizlar. Hamma gap tomatida qizlar. Tomatning rangi ham chiroyli chiqdi. Damashni o'zinglar pokiza qilib qisanglar uyda. Mazza qilib yeysizlar. Va men bugun uyga borib точно qilaman. Qilinglar. Masalan, bundan точно qilamiz. O'rganib oldinglar-yu. Mana qizlar dimlab qo'yamiz. Mana shu salafanini ustiga yopamiz. Ko'ryapsizlarmi? Mana endi turadi. Mana bizani bugungi darsimizdagi bozor xonimlarimiz qaranglar, shunday chiroyli bo'lib chiqdi. Mana qizlar bo'lishib olishdi, hozir uyga borib yeyishadi. Bu yoqda qolgan yana hozir